Malibu so'raganlarga Deno'dan 2018 variant ham bor. 4-5 yetmasa gaplashamiz deyapti aka. Captiva so'raganlarga Deno'dan 2013 4-pozitsiya videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Yangiroq Cobalt so'raganlarga 2021-yil Radnay Cobalt 27 ming yurgan videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Gentra avtomobili Angordan 2022 avtomat korobka. Cobalt so'raganlarga Sarasadan 2015 naqdga kelishamiz. Yangi Cobalt so'raganlarga 2024 avtomat korobka 10 ming kilometr yurgan. Bu so'raganlarga Ixtaka Labon sotyapti. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Cobalt avtomobili Sarasadan 2023 ga 2022 shu amakdan Surxondaryodan ko'rib keldik desiz $100 bonus ham bor. Va yana Captiva avtomobili Deno'dan 2010 motori ham toza. Cobalt avtomobili Sarasadan 2019 va yana Captiva avtomobili Deno'dan 2012 metanda videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Cobalt avtomobili Deno'dan 2022 ga 2021 videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Toza Cobalt. Cobalt avtomobili 2014 77 ming yurgan. Toza videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Cobalt avtomobili Deno'dan 2014 ga 2015 93 ming yurgan. Toza. Va yana Cobalt avtomobili Deno'dan 2019 mexanik variantini telefonda gaplashamiz deyapti aka. Turxon Media. Barchaga alaykum salom, sizlar bilan Surxon Media kanali. Bugun sana 22 fevral 2026-yil Surxondaryo viloyati Deno mashina bozoridan birinchi qismni videoni taqdim etamiz. Birinchi qismda Gentra, Cobalt yana mashinalarni tanishtirib o'tamiz. Video yoqsa albatta like bosib, kommentarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Deno mashina bozoridan azomchanimiz naqdga, variantga, через bank, Wikipedia mashinalar bo'lsa so'rab egalaridan ruxsat berganlarni video sizlarga tanishtiramiz. Uy, joy, mashina sotaman deganlar bo'lsa, bemalol Telegramimizga murojaat qilishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqqa reklama qilib beramiz. Qanday videoni boshladik. Sizlar uchun maxsus video. Malibu so'raganlarga Deno'dan 2018 ikkinchi pozitsiya 2.4 Malibu'miz sotlar ekan. Malibu olaman deganlar bo'lsa, marhamat Deno'da mana oq Malibu'ni choramiz. Juda ko'pchiliklar Malibu choring deydi. Mana 2018 luklik Malibu'ni sizlarga tanishtiramiz. Malibu olaman deganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Aka motor nechilik dedingiz? 2.4 mi? 2.5 lik motor, mana benzinda konditsioner, abizlar bor, comfort motion. Aka yurgani qancha probega? 67 ming yurgan. 2018 kraska qanday aka? Kraskasi petnosi bor, Kirlada ozgina petnosi bor ekan. 4 ta balon yangi ekan. 68 ming yurganmi? 67 ming yurgan. Luklarni qarang. Mana salon ichlar 67 ming kilometr yurgan. Tablon ko'ryapsizlarmi? Xullas Malibu olaman deganlar bo'lsa, avtomat korobka 2018 67 ming yurgan Malibu Deno'dan sotilar ekan. Mana salon ichlarini qarang, luklarni qarang. Xullas bitta petnos bor bo'ldi aka. Yoqilg'isi benzinda. Bir qarshi dash petnos chiqmar ekan. Ko'rishingiz mumkin. Mana orqa bagajlari ham qarang, toza turibdi, biron yuk ham ortilmagan. Mana taglarini qarang, zapaska kulishlari bor. Aka nech pullayapsiz 2018 Malibu'ni? 240 million so'm baho qo'yapti, kelishamiz deyapti. Aka savdo bo'ldimi yo'qmi hali? 240 million baho qilyapti. Hali savdosi 230 barter variant shunaqa so'rayapti, kelishtirib beramiz deyapti. Aka nomerni ayting. 99 lik 578 55 71 shu nomerga bog'lanasizlar. Malibu olaman deganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Aka buni misol uchun ozroq pul yetmay qolsa qanday variantlar bormi? Bor. Telefon qilaveringizlar, yetmaganini gaplashamiz deyapti aka. Captiva so'raganlarga Deno'dan 2013-yil Captiva sotiladi. 3-pozitsiya, 4-pozitsiya qilingan Captiva olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Aka kraskasi qanday? Kirla kapotda kraskasi bor. Motor uchlik, ha? Motorni bir ko'rsatsak. Motor uchlik, kirla kapotda kraskasi bor ekan. Balonni qarang, yangi 4 ta baloni bilan. Mana motor qanaqa Jahon aka buni? Uchlik motor metanda ekan, ha? Katta motor ekan, metanda va ABS konditsionerlari bor. Hozir tanishtirib o'tamiz. 2013 3.4 qilingan paroglarni qarang. Xullas buni yaqinlashtirib. Xo'p, mana shunday ichlari bilan tanishtirsak, mana kaptan bu chixollarni qarang, udar chixollar qilingan. Probeg qancha Jahon aka? Probeg 200 ming kilometr yurgan. Mana salon ichlari ham sostavnazor 200 ming kilometr yurgan. 2013 3.4 qilingan ekan. Mana luklari ham bor. Xullas mana shunday Captiva sotiladi Deno'dan. Bu gaz balonlarini qarang, udar qilib joylashtirgan ekan, lekin bilinmar ekan. Jahon aka nech pullayapsizlar buni endi?
145 million o'tib beramiz. 145 million so'm baho qo'yapti, o'tib beramiz deyapti. Savdo bo'ldimi yo'qmi Jahon aka? 133 million savdosi. 145 million so'm baho qilinyapti, 133 million so'm savdosi bo'tdi ekan, kelishtirib beramiz. Naqdga sotamiz Jahon aka? Variantlar 100 milliondan teppa pul bo'lsa variant. Ay 100 milliondan yuqori bo'lsa, variantga ham kelishamiz deyapti. Captiva olaman deganlar bo'lsa, Jahon akaga bog'lanasizlar. Jahon aka nomerni ayting. 88lik 848 0077 shu nomerga bog'lanasizlar. Captiva avtomobili Denodan 2010-yil 1-pozitsiya Captiva sotlar ekan. Aka kraska qanday? Kraska javob. Kraskasi javob ekan 2010 da tanishtiramiz. Hozir motorlarini ham ochib, mana balonlari 2010 Captiva olib, mana deganlar bo'lsa, marhamat, bir xil mashina, u polni o'zi zavodskiy koja salon ekan aka. 2010 probeg qanday aka? 100 ming yurgan. Probeg 100 ming yurgan. Oldin ham ochib qo'ygan aka. 100 ming yurgan probegi 2010 1-pozitsiya ekan. Mana sastenasini qarang. Sastenalari ham zo'r. Mana orqada yana o'rindiqlari ham bor. Ko'ryapsizlarmi? Aka, yoqilg'isi nimada? Hali benzinda, gaz qo'yilmagan. Mana benzinda ekan Captiva, orqasida mana o'rindiq bor, 7 o'rindiqlik Captiva sotlar ekan Denodan. Xo'p, motorni ham tanishtirib, birdan narxini so'raymiz. 2010 1-pozitsiya Captiva benzinda Denodan sotlar ekan. Aka, motor qanday buni? Motoriga javob 100 ming yurgan. Motor nechilik aka buni? Buniki 3.2 motor, mana. 3.2 motor. Bitta ko'rsin. Bu mana aka, ko'ryapsizmi tozaligini? 3.2 motor. Motorlar zo'r ekan aka. Yoqilg'isi benzinda, konditsioner abizlar bor. Narxi nechi pul aka? 110 deyapti. 110 baho qo'yapsiz. Kelishtirib beriladi. Savdo bo'lganmi yo'qmi aka? Hali savdo bo'lgan yo'q, 110 baho qo'yapti. Kelishamiz deyapti. Nomerni ayting aka. 99lik 404 59 99 nomeriga bog'lanasizlar. Va yana Captiva avtomobili Denodan 2012-yil 2-pozitsiya oq Captiva sotlar ekan. Captiva olaman deganlar bo'lsa, marhamat, buni Zorodan tanishtiray. 2012 2-pozitsiya. Motor qanaqa aka? Uchlik ham bu. Xo'p, mana metanda motor uchlikmi aka? Uchlik ham katta motor ha? Uchlik, mana metan, ABS konditsionerlar bor. 2012 kraska qanday jiyan? Kapotni ichida petnos bor ekan. Mana balonlari yaxshi saslanadi. Mana ichkarida savdo bo'lyapti, nimadir bo'lyapti. Ha, ko'ryapsizlarmi? Xo'p, 2012 ekan, avtomat. Probeg qancha? Probeg 144 ming yurgan. Yoqilg'isi metanda ekan, mana Captivalarga polni metan qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Mana orqalari gulishtilar ikkita. Xo'p, jiyan nechi pulda narxi buni? Aka, bu narxi 125 million, savdosi bor. 125 million so'm baho qo'yapti, savdosi bor, kelishtirib beramiz deyapti. Nomerni ayt. 88lik 88lik 848 848 0077. 0077 shu nomerga bog'lanasizlar. Denodan Captiva. Kobul so'raganlarga Sarasedan 2015 ga 2014-yil sostaniyasi udar Kobul sotlar ekan. Kobul olaman deganlar bo'lsa, marhamat, saka diskani qarang. Udar saka diskalari qilingan, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, kuzov 15, texpasport 14 ekan. Konditsioner bor, ABS bor, metan bor, ko'rishingiz mumkin. Mana ki motor sostaniyasi qarang qanday toza turibdi. Xullas, sostaniyasi bitta joyda petnos bor. Hozir aytaman, balonlar qarang 215 ga 60 ga 16 lik saka diska balonlar qilingan. Probeg qancha edi aka? 117 ming yurgan. Mana tabloni ko'ryapsizlarmi? Xullas, sostaniyasi 117 ming yurgan. Mana bu yo'nlarni ham ko'rishingiz mumkin. 14 ga 15 Kobul sotilyapti Sarasedan. Bu bagajni qarang qanday toza turibdi. Zavodda turibdi, ko'ryapsizlarmi? Xo'p, kraskasi bitta mana eshikda. Mana shu yerda bir qarsh joyda kraskasi bor. Qolgan joyda kraskasi yo'q, toza. Aka, narxi nechi pul? Narxi 105 million so'm baho qo'yapti. O'tar qaytar bor. Kelishtirib beramiz deyapti. Savdo nechi bo'ldi aka? Savdo 94,5 bo'libdi ekan. Bermadingiz-a? Kelishtirib beramiz. Nomerni aytib qo'ying aka. 95lik 441 441 4588 4588 shu nomerga bog'lanamiz. Gentra so'raganlarga Angordan 2022-yil avtomatik korobka luklik Gentra sotlar ekan. 2022 Gentra olaman deganlarga jonat qo'yasizlar. Sostaniyasini qarang, sostaniyasi yaxshi ekan, probegi kam ekan. Probeg qancha aka? 58 ming kilometr yurgan. 4-pokoleniya metan, ABS konditsioner bilan jihozlangan zavodskiy motor germetigi bilan turibdi. Ko'rishingiz mumkin. 2022-yil Gentra. Ikkita ozgina petnos bor, aka. Ikkita ozgina petnos bor, ichiga o'tmagan, suyagi toza mashin. 2022 avtomat luklik Gentra sotlar ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Oldi sinalari chihol qilingan,
nima podogref oldisidalar qizir ekan. 58 ming yurgan Gentra Angordan akamiz sotamiz deb murojaat qildi. Aka Gentra oladiganlar bo'lsa, kelib ko'rib, minib ko'rib savdo qilasizlar. 2022-yil. 4 ta yangi balon ham qo'yilgan. Miyahki balon, mana orqa bagajlari metanda ko'rishingiz mumkin. Aka narxi necha pul buni endi? Necha? 150 million so'm baho qo'yapti, kelishamiz deyapti, kelishtirib beramiz deyapti. Aka savdo bo'ldimi yo'qmi? Savdo 130 gacha bo'lib turibdi. Savdosi 130 gacha bo'lib turibdi, bermadi. 150 baho qo'yilyapti. Aka variantlari bormi yo'qmi? Variant ozmoz bo'lsa kelishamiz. Ha, 4 besim yetmagan variant qilamiz deyapti. Nomerni ayting aka. 99 99lik 704 704 24 57. 24 57 shu nomerga bog'lanamiz. Toza Cobalt so'raganlarga yili yangiroq 2021-yil daji bufurgacha radnoy Cobaltimiz soatlar ekan. 2021 adovcharimiz hamma joy toza radnoy turibdi ekan. Benzinda hali gaz pas qo'yilmagan. Kondisioner bor, ABS bor. Mana qarang, ko'rishingiz mumkin. Zavodskiy germetigi bilan turibdi. Hali motor ochilmagan. 2021-yil. Probeg qanchaki? 27 ming. Probeg 27 ming yurgan. Mana balonlar ham daji yangi turibdi. 2021 27 ming kilometr yurgan Cobalt. Mana probeg ko'rasizlarmi? 27 ming yurgan. Hali chuqol polilar taqilmagan, gaz ham qo'yilmagan ekan. Mana shunday mashina olish nasib qilsin. Mashina olaman deganlar bo'lsa, bog'lanasizlar. Xo'p, 2021-yil 27 ming yurgan Cobalt obzor qilyapmiz. Mana bagajning bir ichini ko'rsatib qarang, ichlari ham qanday toza turibdi. Xo'p, aka narxi necha pul bu 27 ming yurgan Cobaltni? 135 million so'm baho qo'yilyapti, albatta kami bor, kelishtirib beramiz deyapti. Aka savdo necha bo'ldi? Savdosi 126,5 bo'lib qopti ekan, kelishamiz deyapti. Naqd pulga kelishtirib beramiz. Nomerni ayting aka. 95lik 441 45 45 88 nomerga bog'lanasizlar. Cobalt avtomobili Sarasadan 2023 ga 2022 kuzov raqami 2023, tex pasport 2022-yil Cobalt shu amakdan sotar ekan. Daji bufurigacha radnoy dedi, kraskasi yo'q, toza mashina dedi. Yoqilg'isi 4-pokoleniya propan, kondisioner bor, ABS bor. Hali motor ochilmagan, zavodskiy germetika turibdi. Probeg qancha? 27 ming kilometr yurgan. Mana Cobaltimizni tanishtiramiz. 23 ga 22 ekan mana. Sakadiskada charmxa balon 4 ta yangi balon qilingan. Mana orqa balonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Avtomat korobka, u barda qarang, udar bar qilingan. Monitorlari ham bor. Probeg mana 28 ming, uzr, 27 ming deyman. Daj mana bu yerda suv datchigi ham qo'yilgan mana aka. Ko'rasizlarmi? Xullas sustainasi zo'r. Minadigan yerkagida aytadi. Minadigan odam kerak ekan. 22 ga 23 Cobalt, 28 ming yurgan Cobaltimiz sotilar ekan. Propan tabletka ekan, zapaskan joyida. Amak narxi necha pul? Narxi 40 deyam bor aka, sizning nomingizdan kelsa 100 so'm bonusi bor. Mana 140 million so'm baho qo'yapti. Surxon Media kanalidan ko'rib keling desangiz $100 bonusi bor ekan, kelishtirib beradi. Amakka bog'lanasizlar. Amak nomerni ayting. 33lik 33lik 903 50 73. 50 73 nomerga bog'lanasizlar. Cobalt olaman deganlar bo'lsa, marhamat. 23 ga 22 da bo'ldi. 2019 Cobalt so'raganlarga Sarasadan 2019-yil oq mexanik Cobaltimiz sotilar ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Aka 2019 kraskasi qanday? Ikkita petnosi bor, ha? Xo'p, 2019 ikkita petnosi bor, metan bor, ABS bor, kondisioner bor ekan. Aka motor ochilmaganmi deyman? Zavodskiy germetik bilanmi? Qancha yurgan aka bu? 114 ming yurgan. 2019 114 ming kilometr yurgan Cobalt sotilyapti ekan. Mana salon ichlari mexanik poliga bor ekan. Mana probeg ham 114 ming. Mana ko'ryapsizlarmi? Chiqoli yo'q, lekin polik chiroyligina qilib qo'yibdi, ko'ryapsizlarmi? Sustainasi zo'r ekan. Ikkita detalda petnosi bor, suyagi butun. Xo'p, mana orqasida ham ochdik. Mana orqasida metan, ha? Metal zapaskalar bor. Aka narxi necha pul buni endi? 110 bilan baho qo'yilyapti. Savdo necha bo'ldi aka? 110 baho qo'yilyapti, 105 savdo bo'libdi ekan, kelishtirib beramiz deyapti. Aka nomerni ayting. 91lik 517 94 92 shu nomerga bog'lanamiz. Pul yetmasa, daqiqacha 4-5 so'mni kutamiz, ha?
Avtomat korobka Cobalt so'raganlarga yili yangi 2024-yil kraskasi toza Cobalt sotiladi Saraseda. Mana avtomat Cobalt olaman deganlar bo'lsa, avtomat korobka Cobaltimiz sotilar ekan. O'zini radnoy baloniga turibdi, ko'rishingiz mumkin. 4-pokoleniya propan bor, ABS bor, konditsioner bor. Xo'p, bu furigacha radnoy ekan. 2024 ha? Qancha yurgan probegi? Probegi 10700 km yurgan ekan. Xo'p, mana 2024 kruz kontrollar qilingan. Hozir mana eshikni ochib o'tsak, probegi ham ko'rinadi. Xo'p, mana 10800 km yurgan, rollarga kruz kontrol, avtomat korobka, xullas, mana polikchalari qilingan ekan, chihol yo'q ekan. Xo'p, Sastanazur 10000 km yurgan, 10800 km yurgan, 2024-yil avtomat korobka Cobalt sotilyapti. Qirilgan, chizilgan joyi ham yo'q ekan. Propanni qarang, chiroyligina qilib, akkuratna qo'ygan ekan o'zi ham. Aka, narxi necha pul? Narxi 150 million so'm baho qo'yibdi. 2024 10000 km yurgan. Endi 150 degan bilan kelishamiz, ha? Savdo necha bo'ldi aka? 145 ga bermadingiz. Endi 145 dan o'tsa sotish niyat bor. Nomerni aytib qo'ying aka. 91lik 517 94 shu nomerga bog'lanasizlar. Cobalt olaman deganlarga jo'natib qo'yasizlar. Adomcharimiz kelishtirib beradi. 2024 yili yangi bor yo'q 10000 km yurgan. Cobalt so'raganlarga Denodan 2022 ga 2021-yil Cobalt sotiladi. Kuzov 2022, texnik pasport 2021-yil Cobaltimiz Denodan ekan. Aka, kraskasi qanday? Kraskasi yo'q, toza ekan, yoqilg'isi metanda, ABS bor, konditsioner bor. Mana aka, motor ochilmagan, zavodskiy germetiki bilan turibdi. Mana sostanasini qarang. 21 ga 22 Cobalt sotilyapti, 4 ta balon yangi. Probegi qanday ekan? Probeg 46000 km yurgan. Mana yangi mashina olaman deganlar bo'lsa, hammaga nasib qilsin. Xo'p, mana sostanasi, orqasida ham tanishtiramiz. Xo'p, orqada mana yangi metan qo'yilgan, mana yaqinda qo'yilgan. Amak necha pul deyapsiz endi 22 ga 21 da? 135 million so'm baho qo'yapti. Savdoni ayting amak. 125 million. 135 baho qo'yilyapti, 125 million savdo bo'lib ekan, kelishtirib beramiz deyapti. Amak, nomerni ayting. 91lik 972 9967 shu nomerga bog'lanasizlar. Ikkinchi nomer 91lik 515 60 shu nomerga bog'lanasizlar. Denodan Cobalt kelishtirib beramiz deyapti aka. Avtomobil Denodan 2019-yil Cobalt sotilar ekan. Kraskasi qanday aka? Kraskasi toza, mexanikmi aka bu? 2019 kraskasi toza, gazlari bor ekan. Xo'p, mana motordan tanishtirsak, ABS bor, konditsioner bor, metan bor. 2019 yurgani qancha aka? 140 mingdan o'tyapti. 140 mingdan o'tyapti ekan. Sakadiska udardan qo'yilgan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Sakadiska balonlari yaxshi ekan. Probegi 140 mingdan o'tyapti. 143 ming bo'libdi ekan. Monitorlari bor. Xo'p, polikchasi bor ekan, chihol qilinmagan. Xullas, Cobalt sostanasi yaxshi. Mana shunday Cobalt. Mana metallari ham bor. Aka, narxi necha pul buni endi? Narxi 115 million so'm baho qo'yilyapti, o'tib beramiz deyapti. Savdo bo'limi yo'qmi aka? 107-108 gacha bo'lyapti. Xo'p, variantlar bormi yo'qmi aka? Variant aka telefonda gaplashamiz. Variantga telefonga yetmagan gaplashishimiz mumkin deyapti akamiz. Aka, nomerni aytib qo'ying. 91lik 710 0471 shu nomerga bog'lanasizlar. Cobalt avtomobili Denodan 2014 ga 2015 Cobalt sotilar ekan. Cobalt oladiganlar bo'lsa, marhamat. Kraskasi qanday aka? Kraskasi bitta eshikda bor ekan. Mana yoqilg'isi metanda, ABS bor, konditsioner bor. U hali motor ochilmaganmi? Yo'q. 2014 ga 15 mi aka? 14 ga 15. O, zo'r-ku. 14 ga 15. Probeg qanday ekan? Probegi 93 ming o'zimi? O, udarka rollar lergovka bo'lar ekan, ko'tarilib tushirilar ekan. 93 ming o'zi ekan mana aka. Qarang, video registratorlari bor, chiqollari bor ekan. Texnik pasport 14, kuzov 15 mi? Shunday. Mana texnik pasport 14, kuzov 15, Cobalt sostanasi zo'r ekan. Toza ekan-a? Toza. Xo'p, nech bilyapsizlar buni? Mana sostanasini qarang. Aka, narxi necha? Soch yuvilgan qizay bo'lib turibdi-da bu. Shunday. 100 million baho qo'yapsiz. Kelishamiz, ha? Mana 100 million so'm baho qo'yapti. Kelishtirib beramiz. Surxon mediadan kelsangiz deyapti. Cobalt olaman deganlar bo'lsa, sostanasini kelib ko'rib, ustoz bilan tekshirib olasizlar, lekin sostanasi zo'r ekan. 100 degan bilan 100 emas, o'tar qaytar bor, kelishtirib beramiz. Nomerni ayting aka. 90lik 90lik
568 568 50 07. 5007 shu nomerga bog'lanasizlar. Cobalt avtomobil Denodan 2014-yil Cobaltimiz soatlar ekan, mexanika 4 ta yangi balon 8 diskasi bilan qo'yilgan. Qarang, 2014 Cobalt olaman deganlar bo'lsa, aykaga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. 2014 4-pokoleniya propan konditsioner ABS bor. Mana motorlarni qarang, hali galobkalar ochilmagan. Zavodga germetika turibdi. Mana aka yog'i bilan turibdi. 77 ming yurgan probegi. Xullas, mana shunday Cobalt sotilar ekan Denodan. Bu tonirovkalari ham bor ekan, ha? Tonirovka bor. Oldin laboylari ham qorayadi. Oldin laboylari ham qora ekan mana aka. Solishni nima deydi? Quyoshni zashta qilingan. Sochni zashta deydimi, nima deydi? Shunaqa qilinganda. Xo'p, mana orqa salonlarni qarang, chiqollari ham zo'r ekan, aka. Nima chiqol qo'yilgan? Yili necha edi aka? Yili 14. 2014, lekin 14 ga o'xshamar ekan, ha? Ha, Mana 22 aka, da turibdi. 2022 da turibdi. Zapaskan joyida propan turibdi. Mana. Mana qarang, tozaligini qarang, qanday yangi turibdi. Nech bilyapsiz aka buni 2014 da? 115 deyapti. 2014 hali galobkalar ochilmagan 115 million so'm baho qo'yapti. Zo'r narx lekin. Chunki 2014 da 190 ming yurgan 105 sotdik-da. Shunday. Ha, aka endi uni savdosi nech pul bo'lyapti? Sizdan kelsa savdosi bor. Yana kelishamiz, ha? Nomerni ayting aka. 97lik 97lik 227 227 18 18 80. 18 80 shu nomerga bog'lanasizlar. Cobalt olaman deganlar bo'lsa, marhamat, kelishtirib beradi aka. Labo so'raganlarga uzundan, labo olaman deganlar bo'lsa, 2021 yili yangiroq labo oladiganlar bo'lsa, marhamat. Qarang, tevasiga bagaji ham bor ekan, 4 ta balon ham qo'yilgan, 8 diskan udardan qilingan. Ixtiyaka laboni sotyapti ekan mana. Labo oladiganlar bo'lsa, bog'lanasizlar. U chiqollari bor, pardalari bor. Probeg qancha? Ixtiyaka 39 mingmi? U kolonka, video registrator, hamma narsasi bor. 2021 39 ming yurgan. Mana kuzovda nimasi ham, brezenti ham bor ekan. Yoqilg'isi nima? Ixtiyaka metanmi? 110 talik metan. Ikkita metanik, общий brezent, ha? Общий brezentda metan olar ekan, 410 km yurar ekan. Xullas 2021 dedingiz, ha? Narxi nech pul aka buni? 70 million deyapti. Narxi 70 million so'm baho qo'yapti. Kelishtirib beramiz deyapti. Labo olaman deganlar bo'lsa, ekranda raqamga bog'lanasizlar. Ixtaka nomerni ayting. 97lik 86 31 39 nomeriga bog'lanasizlar. Mana nomer 97lik 86 31 39 nomeriga bog'lanasizlar, laboni kelishtirib beradi.